Ruxshona o'zi hammaga qiziq. Necha kishiga ovoz bera olasiz? Hech sanamagan ekanman lekin. Давайте hozir ko'ramiz. Yosh qizchani ovozini o'xshatib bering-chi. Yosh qizcha. Dada, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz. Zo'r. Menimcha yosh bolaga ovoz bera olmaysiz. Kim aytdi yosh bolaga ovoz bera olmayman deb? Chunki dublyajda yosh bolalarga asosan ayollar ovoz beradi. Voy zo'r lekin. Endi 35 yoshli biror ayolni ovozini o'xshatib keling. 35-40 yoshli ayollar odatda juda ham chiroyli gapirishadi. Ovozlari jarangdor va o'zlari ham juda go'zal bo'lishadi. Endi bitta onaxondan nasihat eshitsak. Bolam. Oila qurish uchun sevgini o'zi kifoya emas. Erkak kishi eng avvalo sezgir bo'lib, xotinini o'ylash kerak. Voy zo'r lekin. 70 yoshli onaxonni ko'rgandek bo'ldim. Shu joyda bolam, menga obuna bo'lib ketishni unutmang. O'xshadimi yo'qmi yozib ketasizlar.